Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video darsimizda patent imtihoniga tushadigan savollarni ko'rib chiqamiz. Rus tilini qancha yaxshi bilsangiz, shunchalik ko'p Rossiyada pul topishingiz mumkin. Rossiyada halol ishlab topgan pullaringizni vatanga mir privilegiya orqali yuboringlar. Aynan mir privilegiya orqali uyga pul yuborsangiz, siz O'zbekistonning ko'plab banklaridan pullaringizni naqd olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz mir privilegiya orqali O'zbekistonga pul yuborsangiz, siz Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam berasiz. Ha, pul yuborayotganingizda O'zbek promokod terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hozir shu yerdan mir privilegiya ilovasiga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Variant nomer 1. Birinchi variant. Birinchi variantning birinchi bo'limi Русский язык как иностранный. Rus tili chet tili fani sifatida. Birinchi va ikkinchi savollar audirованиеdan tushadi. Ya'ni bizga audio ovoz qo'yib beriladi. Audio ovozni eshitgan holda biz savolga javob berishimiz kerak. Audio ekraningizda ko'rib turgan ushbu jadval ichidagi ikkita gapdan iborat bo'ladi. Birinchi vazifaning sharti. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Dialogni tinglab chiqib, suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. Выберите правильный ответ. To'g'ri javobni belgilang. Va quyidagi audio qo'yib beriladi bizga. Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Assalomu alaykum. Men patent olish uchun imtihon topshirmoqchiman. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Xayrli kun. Siz seshanba kuni imtihon topshirsangiz bo'ladi. O'zingiz bilan pasport va migratsion kartangizni oling. Savol. Они говорят, ular suhbatlashayaptilar. Qayerda? 3 ta variant berilgan bizga. В магазине, do'konda. В автомастерской, mashina o'xshatadigan ustaxonada. В центре тестирования, test olish markazida. Demak, bu savolni biz ozroqgina mulohaza qilsak, экзамен для получения патента degan gap bor. Rus tilini bilmasak ham, mana shu 4 ta so'zni biz tushunib olsak, savolni javobini topamiz. Экзамен для получения патента. Patent olish uchun imtihon. Shunda biz nechinchi variantni belgilaymiz? Sizni fikringiz. O'z fikringizni yozib qoldiring. Agarda siz в центре тестирования degan javobni yozgan bo'lsangiz, siz birinchi savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Ikkinchi savol. Задание номер 2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Audiodagi e'lonimiz esa quyidagicha. Уважаемые покупатели, hurmatli xaridorlar. Если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Agarda siz o'z buyumlaringizni bizning do'konimizda yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz,
administratorga murojaat qiling. Va savol. Sпросите о потерянных вещах. Yo'qotilgan narsalar to'g'risida so'rang. Kimdan so'rashimiz kerak ekan? 3 ta variant. U покупателей, xaridorlardan, u administratordan, u direktora magazina, do'kon direktoridan. Demak, biz e'lonimizdagi обратитесь к администратору, administratorga murojaat qiling degan gapdan bu savolni javobini topishimiz kerak. Xo'sh, sizningcha qaysi javob? Agarda siz ikkinchi u administratora javobini aytgan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob berdingiz. Aytgancha, administrator bu rus tilidagi so'z. Administrator so'zini siz o'zbek tiliga tarjimasini bilasizmi? Agar bilsangiz, ushbu video ostiga yozib qoldiring. Navbatdagi rus tili bo'limidagi savolimiz чтение, ya'ni o'qish bo'limidan savol. Задание номер 3. 3-vazifa. Bu bo'limning nomi чтение, ya'ni o'qish. Biz bu yerda bizga berilgan e'lonni o'qib, e'lonni tarjimasini tushungan holda to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Demak, savolimiz quyidagicha. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz quyidagi ikkita gapdan iborat. Уважаемые граждане, hurmatli fuqarolar, оплачивайте свой проезд вовремя. O'z yo'l kirangizni o'z vaqtida to'lang. Savol. Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni qayerda o'qib chiqishimiz mumkin? Va 3 ta variant. Birinchisi v parke, parkda. Ikkinchisi v avtobuсе, avtobusda. Uchinchisi v samolyotda, samolyotda. Ozroq mulohaza qiladigan bo'lsak, bu savol bo'yicha proyezd bu bosib o'tilgan yo'l. Demak, bu yerda park varianti avtomatik tarzda tushib qoladi va v avtobusi yoki samolyotda javobi qoladi. Оплачивайте свой проезд вовремя. O'z yo'l kira haqqingizni o'z vaqtida to'lang. Demak, samolyotni oladigan bo'lsak, biz samolyotni haqqini, ya'ni chiptalarni oldinroq olib qo'ygan bo'lamiz. Demak, bitta to'g'ri javob v avtobuse, avtobusda javobini belgilaymiz va bu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Задание номер 4. 4-vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Matnimiz esa quyidagicha. Уважаемые гости, hurmatli mehmonlar. Приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Sizlarni shahar bo'ylab avtobusda bo'lib o'tadigan ekskursiyamizga taklif qilamiz. Экскурсия будет 12 мая во вторник с 10 до 14 часов. Ekskursiya seshanba 12 may kuni 10 dan
14:00 gacha bo'lib o'tadi. Ждем вас около торгового центра Мир. Sizlarni Mir deb nomlangan savdo markazi yonida kutamiz. Mana shu e'lonni o'qib chiqqan holda biz savolga javob berishimiz kerak. Ekskursiya начинается. Ekskursiya boshlanadi. Ya'ni ekskursiya boshlanadigan vaqtni belgilashimiz kerak. E'tibor bering. Bu yerda ikkinchi gapimizda 12 soni bor, 10 va 14:00 soni bor. Agar biz rus tilini bilmasak, albatta bu savolni tarjimasini tushunmaymiz va bu savolga noto'g'ri javob berib qo'yishimiz mumkin. 12 may bu sana, soat emas. Demak, 12 tushib qoladi. Ikkinchi javobimiz tushib qoladi. С 10:10 до 14:14 gacha. 14:00 da ekskursiya yakunlanadi. 10 da boshlanar ekan. Shuning uchun biz qaysi variantni belgilaymiz? Agarda siz 10:00 da в 10 часов deb belgilagan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob bergansiz. Demak, bu yerda ekskursiya so'zi bor. Ekskursiya so'zini o'zbek tiliga tarjimasini bilasizmi? Agarda bilsangiz, muhokamaga yozib qoldiring. Keyingi bo'limimiz bu rus tili bo'limidagi kichkina bo'limcha pismo bo'limi, ya'ni yozuv bo'limidan tushadigan savol. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushib qoldirilgan so'zni kiriting, yozing. Va matnimiz quyidagicha. Батыр приехал из Узбекистана. Botir O'zbekistondan yetib keldi. Батыр строитель. Botir quruvchi. Mana shu ikkita gap va savol. Впишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting. Anketa esa quyidagicha. Ekraningizda mana bu chiqadi. Birinchi savol. Как вас зовут? Ismingiz nima? Ismini biz bildik, Botir ekan. Меня зовут Botir. Bu yerda hech nima yozmaymiz. Ikkinchi savol. Откуда вы приехали? Siz qayerdan keldingiz? Javobi. Я приехал из Узбекистана. Men O'zbekistondan keldim. Uchinchi savol. Кто вы по профессии? Kasbingiz bo'yicha siz kimsiz? Va e'tibor bering. Uchinchi savolni to'g'ri esidagi joy bo'sh qoldirilgan. Mana shu yerga biz javob yozishimiz kerak. Savol esa quyidagicha. Кто вы по профессии? Kasbingiz bo'yicha siz kimsiz? Yuqorida biz o'qigan edik, ya строитель degan javob bor edi. Ya'ni men quruvchiman. Shuning uchun mana bu bo'sh qoldirilgan joyga строитель so'zini yozamiz. Kichkina harf bilan yozamiz. Xuddi shu holatda mana yashil строитель deb yozilgan, siz ham xuddi shu holatda yozib qoldirasiz. Va shu bilan biz bu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Variant номер 2. Русский язык как иностранный. Rus tili chet tili fani sifatida. Birinchi vazifa. Задание номер 1. Аудирование. Аудио. Прослушайте диалог и определите, где они говорят. Dialogni tinglab chiqib, ular qayerda suhbatlashayotganini aniqlang.
Выберите правильный ответ. To'g'ri javobni tanlang. Bu savolda bizga audio ovoz qo'yib beriladi va audio ovozda ushbu ikkita gap yangraydi. Birinchisi: Скажите, пожалуйста, где лежат овощи? Iltimos aytib yuboring, sabzavotlar qayerda turadi? Идите туда. Овощи справа. Рядом соки. Anavi yerga boring. Sabzavotlar o'ng tomonda. Yonida sharbatlar bor. Они говорят, ular suhbatlashayaptilar, ya'ni ular qayerda suhbatlashayaptilar degan savol. Va 3ta variant. В магазине, do'konda, в restorane, restoranda, в kafe, kafeda. Xo'sh, siz imtihonga borganingizda ushbu variant tushsa, siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Demak, agarda siz v magazine javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergansiz. Zadание номер 2. Ikkinchi vazifa. Ikkinchi vazifa ham audirovaniyadan. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz quyidagicha yangraydi. Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе, детская комната, есть Wi-Fi. Tarjimasi quyidagicha. Hurmatli mehmonlar, bizning savdo markazimizni 5-qavatida kafe o'z faoliyatini yuritadi. Bolalar xonasi ham bor. Wi-Fi ham bor. Savol: в торговом центре можно пообедать? Savdo markazida qayerda tushlik qilib olsa bo'ladi? Ya'ni nechinchi qavatda degan savol. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz na 5-м этаже javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Agar e'tibor bersak, ikkinchi gapimizda savolga javob bor. На 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе. Bizning savdo markazimizni 5-qavatida kafe o'z faoliyatini yuritadi. Следующее. Ikkinchisi, bu rus tili, chet tili fani sifatidagi bo'limning ichidagi kichkina bo'limchasi. Чтение, ya'ni o'qish bo'limi. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz quyidagicha yozilgan bo'ladi. Bu уже audio emas, yozilgan bo'ladi. Biz o'qib tushunib olishimiz kerak. Yozuv quyidagicha, mana bu jadvalning ichida. Уважаемые пассажиры, выход к поездам в конце зала номер 1. Hurmatli yo'lovchilar, poyezdlarga chiqish yo'li 1-zalning oxirida.
Mana shu yerda savol bermoqchiman sizlarga. Zal so'zini o'zbek tiliga tarjimasi bormi? Bilasizmi? Agar bilsangiz, muhokamaga yozib qoldiring. Savol: Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni biz qayerda o'qishimiz mumkin? Uchta javob. Na rынке, bozorda, na vokzale, vokzalda, na почте, pochtada. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi javobni belgilardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz na vokzale javobini belgilagan bo'lsangiz, siz to'g'ri javob belgilagan bo'lasiz. E'tibor bering, bu yerda k poyezdam, poyezdlarga so'zi bor. Shu poyezd so'zidan ham biz vokzal, poyezd bu bir mavzu deb intuitsiya bilan ishlashimiz ham mumkin. Mana shu yerda yana savol: vokzal va pochta so'zlarini o'zbek tiliga tarjimasini bilasizmi? Agarda bilsangiz, muhokamaga yozib qoldiring. Navbatdagi zadание номер 4. 4-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Matnimiz ushbu jadval ichida. Buni o'qib, tushunib olishimiz kerak. O'zbek tiliga tarjimasini bu juda muhim. To'g'ri javob belgilash uchun. Меня зовут Юлия. Mening ismim Yuliya. Я работаю в аптеке несколько месяцев. Men dorixonada bir necha oydan buyon ishlayapman. E'tibor bering. Bir necha oydan buyon. Это трудная, но интересная работа. Часто я помогаю выбрать лекарства. Bu murakkab, ammo qiziqarli ish. Odatda tez-tez men dori-darmonlarni tanlashga yordam beraman. Каждому покупателю я говорю: будьте здоровы. Har bir xaridorga men sog' bo'ling deb aytaman. Endi savol. Yuliya работает в аптеке. Yuliya dorixonada ishlayapti. Qancha vaqtdan buyon degan savol. Va 3 ta javob. Недавно, yaqindan buyon. Много лет, ko'p yil. Всю жизнь, butun umr ishlayapti. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda siz qaysi javobni belgilagan bo'lar edingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Недавноmi, много летmi yoki всю жизньmi? Demak, agarda siz недавно, yaqindan buyon javobini belgilagan bo'lsangiz, ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Agar e'tibor bersak, shu javob ikkinchi gapda turibdi. Я работаю в аптеке несколько месяцев. Men dorixonada bir necha oydan buyon ishlayapman. Ya'ni u ishga yaqinda kelgan. Navbatdagi русский язык как иностранный bo'limidagi kichkina bo'limcha письмо, yozuv bo'limi. Задание номер 5. 5-chi vazifa. Bu bo'limda ham biz o'qib chiqib, tushunib olib, yozishimiz ham kerak. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushirib qoldirilgan so'zni kiriting, ya'ni yozing ma'nosida. Matnimiz esa ikkita gapdan iborat. Anvar приехал из Узбекистана.
Anvar O'zbekistondan keldi. Anvar повар. Anvar oshpaz. Eslab qolamiz. Endi savol. Впишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting. Demak, quyidagicha. Birinchi savol javob. Как вас зовут? Ismingiz nima? Javob. Меня зовут Anvar. Mening ismim Anvar. Bu yerga hech nima yozmaymiz. Ikkinchisi. Откуда вы приехали? Siz qayerdan keldingiz? E'tibor bering. Я приехал из. Men keldim. Qayerdan? Mana shu yerga bo'sh joyga yozamiz. Iz yuqoridagi mana bu O'zbekistona so'zini katta harf bilan yozamiz. Xuddi shunday. A harfini ham qo'yamiz oxirida. O'zbekistona deb yozamiz va nuqta qo'yamiz. Agar kichkina harf bilan yozsangiz, javob noto'g'ri bo'lib ketadi. Va uchinchi savol, кто вы по профессии? Kasbingiz bo'yicha siz kimsiz? Я повар, men oshpazman. Demak, bu yerda mana shu yerga yozamiz. O'zbekistona katta harf bilan xato qilmasdan. Mana javob. Mana shuni yozib qoldiramiz. Variant номер 3. Uchinchi variant. Русский язык как иностранный. Birinchi bo'lim rus tili chet tili fani sifatida. Audирование. Bu bo'limning ikkita savoli audirovaniyadan. Ya'ni bu savolda bizga audio ovoz qo'yib beriladi. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Dialogni tinglab chiqib, suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. Выберите правильный ответ. To'g'ri javobni belgilang. Audiomizda esa quyidagi ikkita gap ovozli tariqasida qo'yilgan bo'ladi. Извините, вы выходите на следующие остановки? Uzr, siz keyingi bekatda chiqasizmi? Нет, я выхожу через одну остановку. Yo'q, men bir bekatdan so'ng chiqaman, ya'ni tushaman, tushib qolaman. Savol. Они говорят, ular suhbatlashayaptilar, ya'ni ular qayerda suhbatlashayaptilar degan savol. 3ta variant. На улице, ko'chada, на остановке, bekatda, в автобусе, avtobusda. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga birinchi savol javob shu deb yozib qoldiring. Mana shu yerda e'tibor bersangiz, na улице bilan na остановке, ya'ni ko'chada, bekatda so'zlaridan oldin na predlogi qo'yib turilibdi. Na bu ochiq maydonda bo'lsak, na predlogi qo'yiladi. A v avtobusi javobida esa v predlogi e'tibor bering, chunki avtobus to'rtburchak va bu yopiq joy. Shuning uchun avtobusning ichida ma'nosini berishi uchun v predlogi qo'yilgan. Demak, bu savolga siz v avtobusi deb javob bergan bo'lsangiz, to'g'ri javob berdingiz. Tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi gapdan biz javobni topib olishimiz mumkin. Uzr, siz keyingi bekatda tushib qolasizmi? Keyingi следующие остановки bekatda. Задание номер 2. Ikkinchi vazifa.
Bu yerda ham audирование, ya'ni audio qo'yib beriladi. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz esa quyidagi jadval ichida. Ushbu e'lon audio tariqasida qo'yib beriladi. Внимание! Diqqat! Кто потерял свой телефон в магазине цветы, может взять его у администратора магазина. Diqqat! Kim Gullar deb nomlangan do'konida o'z telefonini yo'qotgan bo'lsa, do'kon administratoridan telefoningizni olishingiz mumkin. Savol. У администратора магазина можно? Do'kon administratoridan nima qilishimiz mumkin ekan? Va 3ta javob. Взять свой потерянный telefon, o'z yo'qotilgan telefonini olsa bo'larkan. Купить новый telefon, yangi telefon xarid qilsa bo'larkan. Позвонить по телефону, telefon orqali qo'ng'iroq qilib olsa bo'larkan. Xo'sh, sizga ushbu variantdagi shu savol tushganda qaysi javobni belgilardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Ikkinchi savol, masalan, birinchi javob yoki ikkinchi javob yoki uchinchi javob deb. Demak, agar siz birinchi javobni belgilagan bo'lsangiz, ya'ni взять свой потерянный telefon javobini belgilagan bo'lsangiz, ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Keyingi Русский язык как иностранный bo'limining kichkina bo'limchasi bu чтение, ya'ni o'qish bo'limi. Bu bo'limda biz berilgan gaplarni o'qib, to'g'ri javob berishimiz kerak. O'qib, tushunib, aynan shuni ko'rmoqchi, shuni bilib olmoqchi. Bu savolni maqsadi. Rus tilidagi gaplarni o'qiganda biz o'zbek tiliga tushunib olamizmi, yo'qmi? Прочитайте киноафишу и выберите правильный ответ. Kinoafishani o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. Kinoafishamiz esa ushbu jadval ichida. С 3 марта смотрите фильм о победах российских спортсменов. 3 martdan boshlab Rossiya sportchilarining g'alabalari to'g'risida film tomosha qiling. Mana shunday tarjima qilinadi jadval ichidagi gap o'zbek tiliga. Va 3ta javob. Новый film снят, yangi film olingan, ya'ni nima mavzusida? Qanday mavzuda? Romantikami u, detektivmi, tragediyami, nima haqida film? 3ta javob. О политике, siyosat haqida. О спорте, sport haqida. О muzike, muzika haqida. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda siz qaysi javobni belgilardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz о спорте javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. E'tibor bering, e'londa ham sportsmenov so'zi bor. Agar biz umuman tushunmasak ham, bu yerda ham sport so'zi bor, bu yerda ham sport so'zi bor deb tavakkal belgilasak ham to'g'ri belgilagan bo'lamiz. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Задание номер 4. 4-chi vazifa. Bu ham чтениеdan, o'qishdan. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang, tanlang. Matnimiz esa quyidagicha.
Меня зовут Дамир. Mening ismim Damir. Вчера у меня был выходной. Kecha mening dam olish kunim edi. Я со своей семьей хорошо отдохнул. Men o'z oilam bilan yaxshi dam oldim. Dнем мы были в парке. Kunduzi biz parkda bo'ldik. А вечером решили поужинать дома. Kechga esa kechki ovqatni uyda tanovvul qilishga qaror qildik. Tushunarli? Demak, savol. Вчера dнем Damir и его семья были. Kecha kunduzi Damir va uning oilasi qayerda edi? 3ta variant. В парке, parkda. В ресторане, restoranda. В teatре, teatrda. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda siz qaysi variantni belgilardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. E'tibor bering, mana bu javoblarda park so'zini men o'zbek tiliga tarjimasini bilaman. Istirohat bog'i deb tarjima qilsak bo'ladi menimcha. A restoran va teatr so'zlarichi? Ushbu so'zlarni o'zbek tiliga tarjimasini bilasizmi? Agar bilsangiz, muhokamaga yozib qoldiring. Demak, agarda siz bu savolga v parki deb javob belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Keyingi русский язык как иностранный ichidagi bo'limlardan biri bu pismo, ya'ni yozuv bo'limi. Bu yerda biz rus tilida yoza olamizmi? Kiril harflarda yoza olamizmi? Mana shuni bilib olmoqchi bo'ladilar. Задание номер 5. Beshinchi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushib qoldirilgan so'zni yozing, kiriting. Matnimiz esa ikkita gapdan iborat. Alisher приехал из Узбекистана. Alisher O'zbekistondan yetib keldi. Alisher водитель. Alisher haydovchi. Savol. Впишите нужное слово в анкету. Kerakli so'zni anketaga kiriting. E'tibor bering, mana bu yerda водитель so'zini жирный qilib, ya'ni yog'li qilib yozib qo'yganmiz. Shunga e'tibor bering. Hamma javob shu yerda. Endi anketamiz quyidagicha. Birinchi savol. Как вас зовут? Ismingiz nima? Меня зовут Alisher. Mening ismim Alisher. Bu yerga hech nima yozmaymiz. Откуда вы приехали? Siz qayerdan keldingiz? Я приехал из Узбекистана. Men O'zbekistondan keldim. Кто вы по профессии? Kasbingiz bo'yicha siz kimsiz? Xo'sh, kasbi bo'yicha Alisher kim? Yuqorida aytib o'tdim. E'tibor bering, mana bu yerda ya va bo'sh qoldirilgan joy. Mana shu men kasbimni aytishim kerak. Men oshpazmanmi yoki o'qituvchimanmi, shifokormanmi, haydovchimanmi? Yuqorida aytilgan edi водитель, mana bu водитель. Mana shu so'zni, водитель so'zini e'tibor bering, mana bu yerda yozib qo'yganman. Водитель so'zini kichkina harf bilan xatosiz mягкий znaklari bilan hammasi mana shu yerda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday holatda hech nimani o'zgartirmasdan mana shu yerga ko'chirib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kichkina harf bilan, bu juda muhim. Katta harf bilan yozsangiz xato hisoblanib ketadi. Variant номер 4. Русский язык как иностранный. Rus tili chet tili fani sifatida bo'limi. Audирование. Birinchi savol audирование savoli, ya'ni bu savolda bizga audio ovoz qo'yib beriladi. Sharti: прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ.
Dialogni tinglab chiqib, suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni tanlang. Demak, audiomiz quyidagicha yangraydi. Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 3 дня. К сожалению, свободных номеров нет. Tarjimasi. Assalomu alaykum. Menga 3 kunga bir kishilik joy kerak. Nomer bu aynan bir xona kerak. Ming afsuski, bo'sh joylar yo'q. Endi savol. Они говорят, ular suhbatlashayaptilar va 3 ta variant. В кинотеатре, kinoteatrda, в магазине, do'konda, в гостинице, mehmonxonada. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganida siz qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamada yozib qoldiring. Demak, bu savolni tahlil qiladigan bo'lsak, agar biz deylik rus tilini umuman bilmayotgan bo'lsak, qarang, e'tibor bering. Nomer so'zi bor, nomer bu qo'ng'iroq nomeri, ya'ni telefon nomeri yoki mana shunday mehmonxonadagi xonalar nomeri bo'lishi mumkin. Mana shu so'zni taxmin qilib olsak, qaysi bir javobimizga to'g'ri kelar ekan deb biz qaysi javobni tanlar edik? Agarda siz 3-chi v gostinice javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 2. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz esa quyidagi 3 ta gap. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Diqqat! Bizning bankimiz ish vaqtini o'zgartirdi. Endi bizning bankimiz 21:00 gacha ishlaydi. Savol. Теперь банк будет работать. Endi bank ishlaydi va 3 ta variant. Birinchisi до 9 часов вечера, kechki 9 gacha. Ikkinchisi как обычно, odatdagidek. Uchinchisi до 21 maya, 21 maygacha. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz birinchi, ya'ni до 9 часов вечера variantini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Ikkinchi bo'lim чтение, ya'ni o'qish bo'limi. Bu bo'limdan bizdan nimani bilib olmoqchi bo'lishadi? Biz ruscha gaplarni o'qiganda tushunamizmi? Bu bo'limda biz o'qib, o'sha yozilgan savolni tushunib olishimiz muhim. Задание номер 3. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz esa ushbu jadval ichidagi bor yo'g'i bittagina gap. Осторожно, опасная зона. Ehtiyot bo'ling, xavfli hudud. Va savol. Вы можете увидеть это объявление, bu e'lonni siz ko'rishingiz mumkin. Va 3 ta variant. В ресторане, restoranda, на стройке, стройкада, в автобусе, avtobusda. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Restoran so'zi bu ruscha so'z. Shu so'zni o'zbek tiliga tarjimasi bormi? Agar bo'lsa, muhokamada yozib qoldiring. Demak, agarda siz ikkinchi variant, ya'ni na stroyke deb javob bergan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz.
Задание номер 4. To'rtinchi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Лейла. Mening ismim Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Bugun ertalab o'g'lim bilan birgalikda shahar bo'ylab ekskursiya, ya'ni sayohatga chiqdik. Весь день была хорошая погода. Kun bo'yi ob-havo yaxshi edi. Мы гуляли до самого вечера. Biz kechgacha sayr qildik. Пришли домой поздно. Uyimizga kech keldik. Savol. Leyla вернулась домой. Leyla uyiga qaytib keldi. Qaysi mahalda, qaysi vaqtda? 3ta javob. Вечером kechga, dнем kunduzi, утром ertalab. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz birinchi variant, ya'ni вечером javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Keyingi bo'limimiz, ya'ni русский язык как иностранный bo'limidagi bo'limcha письмо, ya'ni yozuv bo'limi. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushib qoldirilgan so'zni kiriting, ya'ni yozib kiriting. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Muhammad Turdiyev o'z rafiqasi bilan Rossiyaga keldi. Впишите нужное слово в его анкету. Kerakli so'zni uning anketasiga kiriting. Demak, anketaga e'tibor beramiz. Возраст, yoshi 30 лет, 30 yoshda. Семейное положение, ya'ni oilaviy ahvoli degan joyiga biz rafiqasi bilan keldi degan gapga qaraganda biz женат deb yozamiz, ya'ni uylangan. Mana shu yerga женат so'zini ko'chirib qo'yamiz, kichkina harf bilan xato qilmasdan. Agarda siz barcha variantlarga mustaqil ustoz yordamisiz tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizga mening patent imtihon javoblari kitobcham yordam beradi. Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, ushbu qo'llanmamni Azondan buyurtma qilib olishingiz mumkin. Agarda siz O'zbekistonda bo'lsangiz, ushbu qo'llanmamni Uzum Marketdan buyurtma qilib olishingiz mumkin. Bu qo'llanmada barcha 6 ta variant bor. Undan tashqari, og'zaki tushadigan savollarga ham qanday javob berish mumkinligi kiritilgan. Kitobchani xarid qilgach, kitobni ichini ochsangiz, ichida QR kod bor. Ushbu QR kodni skaner qilsangiz, ushbu testlar, ya'ni quiz shaklidagi Telegramda yopiq kanaldagi testlar ham sizga bepul beriladi. U testlarni yaxshi tomoni nimada? Kitobda siz bir marotaba ruchkalab belgilab olsangiz, Telegramdagi yopiq kanaldagi testlarni esa qayta ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni testlarni yodlab olmaguningizga qadar. Variant номер 5. Русский язык как иностранный. 5-variantning birinchi bo'limi rus tili chet tili fani sifatida. Задание номер 1. Аудирование. Birinchi vazifa audирование, ya'ni bizga rus tilida audio ovoz qo'yib beriladi. Sharti: прослушайте объявление и определите, где можно его услышать. Выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, ushbu e'lonni qayerda eshitib qolishimiz mumkinligini aniqlang. To'g'ri javobni belgilang. Audiomizda esa quyidagi 3 ta gap yangraydi. Mana bu jadval ichidagi 3 ta gap. Уважаемые покупатели,
Кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. Tarjimasi. Hurmatli xaridorlar. 3 va 5 raqamli kassalar vaqtinchalik bank kartalarini qabul qilmaydi. Keltirilgan noqulayliklar uchun sizdan uzr so'raymiz. Endi savol. Объявление можно услышать. Bunday e'lonni biz qayerda eshitishimiz mumkin? Va 3ta variant. В ресторане, в магазине, в библиотеке. Sizga ushbu savol tushganda qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Keling tahlil qilamiz. Agarda biz rus tilini umuman bilmagan taqdirimizda ham agar o'qishni bilsak, e'londa audioda kassa so'zi bor. Kassa odatda qayerda bo'ladi? Do'konda. To'g'ri, restoranda ham bo'ladi, ammo bu yerda bankovskiy karta degan gap ham bor. Bank kartalari, demak, nimadir bu yerda do'kon bilan bog'liq. Agarda siz ikkinchi variantni belgilab v magazini desangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Zadание номер 2, ikkinchi vazifa. Bu yerda ham audio qo'yib beriladi. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Dialogni tinglab chiqib, to'g'ri javobni belgilang. Диалогimiz quyidagicha. Антон, дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Антон, iltimos menga telefoningni ber. Men tezda shifoxonaga qo'ng'iroq qilishim kerak. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Albatta olgin. O'zingning telefoning qani? Kecha yo'qotib qo'ydim. Savol. Что сделал Антон? Антон nima qildi? Birinchisi. Он не дал телефон сестре, u singlisiga telefonni bermadi. Он потерял мобильный телефон, u o'z telefonini yo'qotdi. Он dal mobilniy telefon sestre, u singlisiga telefonini berdi. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz 3-variant on dal mobilniy telefon sestre variantini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Zadание номер 3, 3-vazifa. Чтение, ya'ni o'qish bo'limidan. Bu bo'limda biz o'zimiz mustaqil o'qib, yozuvlarni o'zbek tiliga tarjima qilib, savolga to'g'ri javob berishimiz kerak. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz esa quyidagicha. Места для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Nogironlar uchun, yoshi ulug'lar uchun va farzandlari bor yo'lovchilar uchun joylar. Mana shunday tarjima qilinadi. Endi savol. Вы можете увидеть это объявление. Bu e'lonni siz ko'rishingiz mumkin, ya'ni qayerda ko'rishimiz mumkin? 3ta variant. В транспорте, transportda. В театре, teatrda. В parke, parkda. Xo'sh, sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz v transportda javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 4, 4-vazifa.
Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Matnimiz ushbu jadval ichidagi matn. Anvaru 20 лет. Anvarning yoshi 20 da. Он приехал из Узбекистана. U O'zbekistondan kelgan. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты на базаре. Uyida u bozorda dadasiga meva-chevalar sotishga yordam bergan. Его брат работает дворником. Uning akasi hovli supuruvchi, ya'ni dvornik bo'lib ishlaydi. Anvar планирует работать на стройке. Anvar qurilishda ishlashni rejalashtiryapti. Он хочет строить дома и школы. U maktab va uylarni qurishni istaydi. Savol: Kim будет работать Anvar? Anvar mana Rossiyaga keldi, endi kim bo'lib ishlamoqchi? Uning xohishi qanday? 3 ta javob. Продавцом sotuvchi bo'lib, строителем quruvchi bo'lib, dvornikом dvornik bo'lib. Xo'sh, ushbu savol sizga tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz строителем javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Navbatdagi bo'limimiz pismo, yozuv bo'limi. Задание номер 5. 5-vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushib qoldirilgan so'zni kiriting. Matnimiz bor yo'g'i bittagina gapdan iborat. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Muslim Ibragimov kuryer ishini olmoqchi. Endi savol. Впишите нужное слово в его заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni kiriting. Ariza quyidagicha. Прошу принять меня на работу на должность. Meni ishga qaysi mansabga olishingizni so'rayman. Na должность. Xo'sh. Yuqorida ko'rgan edik, работу kuryera xohlamoqchi, kuryer bo'lib ishlamoqchi. Na должность mana bu bo'sh qoldirilgan joyga kuryera deb xatosiz r harfidan so'ng yumshatish belgisi bor, kichkina harf bilan xuddi shunday holatda ko'chirib yozamiz va shu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Patent imtihoniga borganingizda sizga 1, 2, 3, 4 yoki 6 variant ham tushishi mumkin. Mana shunday holatlarda sizga mening patent test javoblari kitobcham yordam beradi. Agarda siz o'zingiz mustaqil imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni Rossiyada bo'lsangiz Azondan, O'zbekistonda bo'lsangiz Uzum Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Ushbu qo'llanmamda barcha 6 ta variantning 120 ta savoli va imtihonga borganingizda og'zaki berilishi mumkin bo'lgan savollar bor, jamlangan. Undan tashqari kitobchani qo'lga kiritib, birinchi betini ochsangiz QR kod bor. O'sha QR kodni telefoningizda skaner qilsangiz, ushbu savollarni Telegramda yopiq kanalda qayta ishlasa bo'ladigan shakli ham sizga bepul beriladi. Variant номер 6. 6-variant. Русский язык как иностранный. Rus tili chet tili fani sifatida. Birinchi bo'lim audirovание bo'limi. Ya'ni bu bo'limda bizga audio ovoz qo'yib beriladi. Задание номер 1. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где можно его услышать. Dialogni tinglab chiqib, bu dialogni qayerda eshitishimiz mumkin ekanligini aniqlang. Выберите правильный ответ. To'g'ri javobni belgilang. Dialogimiz esa quyidagi jadvalni ichidagi ikkita gap. Здравствуйте. Я могу сегодня открыть счет? Assalomu alaykum. Men bugun hisob ocha olamanmi? Пожалуйста, паспорт и миграционную карту. Marhamat, pasportingiz va migratsion kartangizni bering.
Объявление можно услышать. Bu e'lonni biz qayerda eshitishimiz mumkin? Va 3 ta variant. На почте, почtada, в гостинице, гостиница, mehmonxonada, в banke, bankda. Sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz v banke deb 3-variantni belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Demak, agar biz ozroqgina so'z boyligimiz bo'lsa ham, счет, hisob so'zini eshitsak, bankda gap ketayotganligini tushunishimiz mumkin. Открыть счет, hisob ochish. Задание номер 2. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglab chiqib, to'g'ri javobni tanlang. На втором этаже нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Savdo markazimizning 2-qavatida erkaklar kiyimlari sotadigan yangi do'kon ochildi. Сегодня скидка 20%. Bugun 20% chegirma ketyapti. Savol. В новом магазине можно купить одежду. Yangi do'konda kimlar uchun kiyim olsak bo'lar ekan? Для мужчин, erkaklar uchun. Для детей, bolalar uchun. Для женщин, ayollar uchun. Sizga ushbu savol tushganda qaysi variantni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz для мужчин javobini belgilagan bo'lsangiz, siz savolga to'g'ri javob berdingiz. Erkaklar uchun. Sababi e'londa yozilgan erkaklar kiyimlari sotiladigan yangi do'kon deb. Ikkinchi bo'lim чтение bo'limi. Задание номер 3. Bu bo'limda biz o'qib, tushunib olishimiz kerak gap nima haqida ketayotganligini. Sharti: Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz esa ushbu jadval ichida. Buni o'zimiz mustaqil o'qishimiz kerak. Уважаемые пациенты, вы сможете сделать прививку только после осмотра врача. Hurmatli patsientlar, sizlar faqatgina shifokor ko'rigidan so'ng emlash qila olasizlar. Savol. Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni o'qib chiqishimiz mumkin. Qayerda? Va 3 ta variant. В аптеке, в поликлинике, в музее. Aptekada, poliklinikada yoki muzeyda. Ushbu savol sizga tushganda siz qaysi javobni belgilardingiz? Agarda siz v poliklinike javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Задание номер 4. 4-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. Matnimiz esa quyidagicha. Bu matnni o'zimiz mustaqil o'qib, tushunib olishimiz kerak shartini. Меня зовут Анна. Mening ismim Anna. Я работаю в школе учителем. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Вчера вместе со своим классом я ходила в зоопарк. Kecha o'zimning sinfim bilan hayvonot bog'iga bordim. Детям все понравилось. Bolalarga hammasi yoqdi. Мы вернулись в школу к обеду. Biz maktabga tushlik vaqti qaytdik. Savol. Вчера утром Anna, kecha ertalab Anna nima qilgan edi yoki qayerda bo'lgan edi? 3 ta javob. Была в зоопарке, hayvonot bog'ida bo'lgan. Читала книгу, kitob o'qigan. Готовила обед, tushlik tayyorlagan. Sizga shu savol tushganda qaysi javobni belgilagan bo'lardingiz? Muhokamaga yozib qoldiring. Agarda siz birinchi javob была в зоопарке javobini belgilagan bo'lsangiz, siz ushbu savolga to'g'ri javob berdingiz. Navbatdagi bo'limimiz bu pismo
ya'ni yozuv bo'limi. Yozuv bo'limida bittagina savol bor ekan, e'tibor bering. Задание номер 5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushib qoldirilgan so'zni kiriting. Сегодня Амина Дадаева нашла работу кассира в магазине. Bugun Amira Dadaeva do'konda kassir ishini topdi. Kassirlik ishini topdi. Впишите нужное слово в его заявление. Kerakli so'zni uning arizasiga kiriting. Ya'ni в ее bo'lishi kerak. Chunki Amina Dadaeva ayol kishi, mana bu yerda xatolik ketibdi. В ее заявление. Va arizasi quyidagicha. Прошу принять меня на работу, на должность. Meni shu lavozimga ishga qabul qilishingizni so'rayman. Va mana bu yerda bo'sh joy qolyapti. Mana shu yerga biz mana shu kassira so'zini xuddi shunday ikkita s harfi bilan, kichkina harf bilan mana shu bo'sh qoldirilgan joyga kiritib qo'yishimiz kerak. Hurmatli obunachilar, agar video darsligim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, meni mehnatimni like tugmasi bilan baholang. Va albatta ushbu video darslikni patent imtihoniga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuboring. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Keyingi video darsligimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.